Rahmat Robiya. Taklif qilganingizdan xursandman. Ishga oldim. Men sizga bir ikki savollarim bor edi. Shuning uchun chaqirdim. Meni kursingga yozilganingizdan keyin ozgina bo'lsa ham sizga foydasi tegdimi? Albatta katta manfaat tegdi. Bundan hunar kelar ekan. Oilamga yordam bera olar ekanman. Homilam tushgandan keyin, 3-chi tushgandan keyin ishdan bo'shadim. Uyda o'tirdim. Shunda o'zimni chalg'itish bu birinchi o'rinda menga to'quvchilik, ya'ni sizni darslaringiz katta yordam berdi. Stresslardan chiqishga birinchi o'rinda. Lekin sizni bergan tavsiyalaringiz, bergan bilimlaringizni yanada mukammalroq o'rganib foydaga chiqish bo'ldi. Va albatta foydaga chiqdim. Zakazlarim ko'p bo'ldi. Shu kungacha 15 tadan oshiq bo'ldi. Yana iyun oyiga yana zakazlar olganman qo'ynichadan. O'sha qo'ynirada. O'tgan yilda 15 ta dedingiz. Ne pasti 20 ta. Bitta darsida 20 ta zakaz olasiz. Darsidan 20 ta zakaz olaman. Qo'shimcha daromad olib kelarkanmi rostdan yoki yo'qmi? Albatta hunar, to'quvchilik daromad olib kelar ekan. Boshida xo'jayinim ham nima qilasan to'quvchilikni, nima foyda ko'rasan degan edilar. Lekin hozir o'zlari ham xursandlar. Hamma erlarning shu muammosi shunaqa. Nima zarur sanki menda ham shunaqa. Albatta, hozir lekin o'zlari ham xursandlar. Yaxshi, lekin ozgina bo'lsa ham oilaviy budjetga yordam beryapman. Ha deb xo'jayindan pul bering deyish o'rniga o'zimizni foydamizni menimcha o'ynab kulib ishlatganimiz ma'qulroq deb o'ylayman. Qancha daromadga chiqa oldingiz siz? Sanamandim, bitta komplekt nechta sotasiz? Gapingizni bo'ldim. 280 ming, 300 ming. 280 ming, 300 ming. Shapkasi, pinetkasi. Shunda kombinezoni. 3 ta komplekt o'qisangiz уже 9 ming. 9 ming babat. Balkim 1 millionga aylantirasiz. 1 million babat. Letlari bilan bo'lsa 1 million. Undan 5 ta komplekt o'qigan bo'lsam, yaxshi. O'sha anchagina foydaga chiqqan ekanman. Maza qilib energiya olaman. O'shanda ham jim qilib o'tirgan paytim edi-da o'zi. Qadimgi hikmat bo'lmagan ekan. Harakat qilish kerak dedingiz-ku baribir depressiya paytida. Ichimda bor narsa chiqdi-da baribir.